Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda dollar yig'ib, dollar kursini baland bo'lishini kutib o'tirgan vatandoshlarimizga tezkor xabar. Hozirgina dollar va rubl kursi belgilandi. Barcha ko'rsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 19-mart kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, Rossiya rublining kursi 5,10 so'mga ko'tarilib, 158,80 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 56,27 so'mga ko'tarilib, 14,164 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi 7,71 so'mga pastlab, 12,935 so'm bo'ldi, deyiladi xabarda. Azizlar, videorolik keng tarqalib, barchaga e'tiborishligi uchun like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.